Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 14 oktyabrdan boshlab banklar tomonidan pensiya berish tartibida qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Pensionerlar nimani bilishi kerak? Qaysi holatda bankka borish kerak? Qaysi holatda esa xavotir olishga hojat yo'q? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va qarindoshlariga ham tegishli. Chunki oilada bitta pensioner bo'lsa ham pensiya qachon tushadi? Qayerdan olinadi? Karta ishlamamasi nima qilinadi? Ishonchli bo'lsa pulni kim oladi? Degan savollar hammaga ta'sir qiladi. Men sizdan videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rayman. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan joylarda xato qiladi. Hujjatni vaqtida yangilamaydi. Bank kartasini tekshirtirmaydi. SMS kelmaganini pensiya tushmadi deb o'ylaydi yoki begona odamga karta va pin kodini berib qo'yadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun odatiy ko'rinishda edi. Kimdir pensiyani bank kartasiga olardi, kimdir naqd shaklda olardi. Ayrim hududlarda pensionerlar bank filialiga borardi. Ayrim hollarda esa pensiya uyga yetkazib berilishi yoki mas'ul tashkilotlar orqali berilishi mumkin edi. Amalda esa odamlar orasida ko'p tushunmovchilik bo'lardi. Masalan, pensioner pensiya qachon tushishini bilmaydi. Banka borsa navbat katta, karta muddati tugagan bo'ladi. Bankomat pul bermaydi, SMS kelmaydi. Keyin odam pensiyam ushlab qolindimi deb xavotirga tushadi. Yangi tartibning asosiy maqsadi shundan iboratki, pensiya to'lovlari banklar orqali aniqroq, tartibliroq va nazorat qilinadigan shaklda beriladi. Ya'ni pensionerning puli yo'qolib qolmasligi, kechikish sababi tushunarli bo'lishi. Kimga, qachon, qancha pul o'tkazilgan tizimda ko'rinib turishi kerak. Bunda eng muhim narsa pensionerning shaxsiy mablag'i bo'lib qoladi. Bank bu pulni o'zicha ushlab qolishi, boshqa xizmatga majburlashi. Kredit yoki boshqa qarzga pensioner roziligisiz yechib olishi mumkin emas. Agar qonuniy ijro hujjati, sud qarori yoki pensionerning o'zi bergan yozma roziligi bo'lmasa, pensiya summasiga o'zboshimchalik bilan tegish mumkin emas. 1 oktyabrdan e'tibor beriladigan asosiy o'zgarish shuki, bank orqali pensiya berishda pensionerning shaxsiy karta holati, hisob raqami, ishonchnoma va to'lov shakli aniq tekshiriladi. Bu oddiy tilda nimani anglatadi? Endi qo'shnim olib berardi. O'g'lim kartani ishlatardi. Men pin kodni aytib qo'yganman. Karta kimning nomida ekanini bilmayman degan holatlar xavfli bo'lib qoladi. Pensiya aynan pensionerning o'ziga tegishli hisob raqamiga tushishi. Uni olish esa qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Birinchi navbatda bank kartasiga pensiya oladigan barcha pensionerlar buni bilishi kerak. Agar siz har oy pensiyangizni plastik kartadan olsangiz, karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasiga ulanganmisiz yoki yo'qmi? Bankomatdan pul yecha olasizmi? Shularni tekshirib qo'yishingiz kerak. Ko'pincha muammo pensiya tushmaganida emas, karta ishlamay qolganida bo'ladi. Masalan, pensionerning kartasi sentabr oyida muddati tugagan, lekin u buni bilmagan. Oktyabrda pensiya o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Ammo karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalanish qiyinlashadi. Bunday vaziyatda pensiyam yo'qoldi deb vahima qilish emas. Bankka pasport yoki ID karta bilan borib, kartani yangilash kerak. Ikkinchi guruh pensiyasini naqd oladigan yoki naqd olishni afzal ko'radigan fuqarolar. Yangi tartib bank orqali to'lovlarni ko'proq tartibga solgani uchun naqd pul olish ham bank qoidalariga bog'lanadi. Bu degani pensioner bankka borganda shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatadi. Agar ishonchnoma orqali boshqa odam olsa, ishonchnoma haqiqiyligi tekshiriladi. Bank xodimi men sizni taniyman deb hujjatsiz pul berishi to'g'ri emas. Bu pensionerning o'zini himoya qilish uchun qilinadi. Chunki bugun hujjatsiz pul berilsa, ertaga boshqa odam kelib, men qarindoshiman deb pensionerning pulini olib ketishi mumkin. Uchinchi guruh yoshi katta, yura olmaydigan, nogironligi bor yoki sog'ligi sabab bankka borishi qiyin bo'lgan fuqarolar. Bu yerda yaqinlari juda hushyor bo'lishi kerak. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, qonuniy vakil, vasiy yoki ishonchnoma orqali ish yuritish kerak bo'ladi. Oddiy og'zaki kelishuv yetarli emas. Masalan, Bayden 2 yoshli ona pensiyasini qiziga oldiradi. Agar qizining qo'lida notarial ishonchnoma bo'lmasa yoki ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermasligi mumkin. Bu bankning yomonligi emas, bu tartib.
Chunki bank pensionerning pulini himoya qilish shart. 4-guruh pensiya bilan birga nafaqa, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov yoki boshqa ijtimoiy to'lov bo'ladiganlar. Ba'zan odam bitta kartaga bir nechta turdagi to'lov bo'ladi. Masalan, asosiy pensiya 1 million 200 ming so'm, ustama 2 ming so'm, kommunal kompensatsiya 1 ming so'm bo'lishi mumkin. Jami 1 million 600 ming so'm tushadi. Agar pensioner faqat menga 1 million 200 ming tushishi kerak edi deb bilsa, qolgan to'lovlarni tushunmaydi yoki aksincha qo'shimcha to'lov bir oy kechiksa umumiy summa kamayib ko'rinadi. Shuning uchun bankdan hisob varaq ko'chirmasi olish, pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotdan to'lov tarkibini aniqlash juda muhim. Oldingi tartibda ko'pchilik pensiya kelishini faqat SMS orqali bilardi. SMS kelmasa pul tushmadi deb o'ylardi. Lekin SMS kelmasligi aloqa operatori telefon raqami o'zgargani, SMS xizmati o'chirilgani yoki karta xizmatida muammo bo'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Endi bank orqali berish tartibi kuchaygani sari pensioner o'z bank ma'lumotlarini to'g'ri saqlashi kerak. Telefon raqami o'zgarsa bankka xabar berish. Karta yo'qolsa darhol bloklash. Yangi karta olganda eski karta bilan bog'liq xizmatlarni tekshirtirish zarur. Oldin ayrim pensionerlar kartani farzandiga berib qo'yar, PIN kodni ham aytib qo'yar edi. Bu juda xavfli odat. Men ekspert sifatida aniq aytaman. Karta va PIN kodni hech kimga bermaslik kerak. Hatto farzandingizga ham karta berishga majbur bo'lsangiz, kamida pul yetish jarayonini nazorat qiling. Bank SMS'larini o'zingizning telefoningizga ulang. Har oy qancha pul tushgani va qancha ichilganini bilib boring. Chunki keyin o'ylaydi kelishmovchilik bo'lsa, mening pensiyamdan pul yechib olingan degan masala isbotlash qiyin bo'ladi. Bank uchun karta egasi va PIN kod orqali bajarilgan operatsiya odatda karta egasining operatsiyasi sifatida ko'rinadi. Endi shaxsni tasdiqlash, ishonchnoma karta egasi, hisob raqami va to'lov holati aniqroq tekshiriladi. Masalan, siz bankka borasiz, lekin yoningizda eski pasport nusxasi bor. Asl hujjat yo'q, bank pul bermasligi mumkin. Yoki siz otangiz nomidan pensiya olmoqchisiz, lekin ishonchnoma 1 yil oldin tugagan. Bank yana rad qilishi mumkin. Bu rad etish pensionerni qiynash uchun emas, noqonuniy yechimlar va firibgarlikning oldini olish uchun. Birinchi misol, Ahmad aka 68 yoshda pensiyasi 1 million ming so'm. U har oy pensiyani kartadan oladi. 10-oktyabrdan keyin ham pensiya shu kartaga tushaveradi. Agar karta faol bo'lsa va hisob raqam yopilmagan bo'lsa, Ahmad aka xavotir olmasligi kerak. Lekin u bankka borib kartaning amal qilish muddatini tekshirsa yaxshi bo'ladi. Agar karta muddati noyabrda tugasa, u noyabr kelishini kutmasdan oldinroq yangi karta buyurtma qilishi mumkin. Shunda pensiya tushgan kuni karta ishlamay qolib, navbatda yurmaydi. Ikkinchi misol, Saodat opa 74 yoshda pensiyasi 1 million 800 ming so'm. U yura olmaydi, pensiyani o'g'li olib beradi. O'g'lida eski ishonchnoma bor. Lekin muddati tugagan. Yangi tartibda bank bunday ishonchnoma bilan pul bermaydi. Saodat opaning oilasi notarius orqali yangi ishonchnoma rasmiylashtirishi yoki qonuniy vakillik masalasini hal qilishi kerak. Agar Saodat opa notariusga bora olmasa, ayrim hollarda notarial xizmatni uyga chaqirish imkoniyati bor. Buni oldindan aniqlash kerak. Hujjat to'g'ri bo'lsa, bank pul berishda muammo qilmasligi kerak. Uchinchi misol, Komil aka pensiyasini naqd olmoqchi. U bankka boradi, lekin mening kartam yo'q, menga faqat naqd beringlar deydi. Agar to'lov bank orqali kelgan bo'lsa, bank uning shaxsini tekshiradi va mavjud tartib bo'yicha naqd beradi yoki karta ochish tartibini tushuntiradi. Bu yerda muhim jihat, pensioner o'ziga tushgan pulni olish huquqiga ega. Bank unga qo'shimcha pullik xizmatni majburlab sotmasligi kerak. Masalan, sug'urta qildirmasangiz pensiya bermaymiz. Pullik SMS ulanmasa pul ola olmaysiz. Omonat ochmasangiz karta bermaymiz deyish noto'g'ri. Agar shunday holat bo'lsa, pensioner bank rahbariyatiga yozma murojaat qilishi kerak. 4-misol, Malika opa 52 yoshda pensiyasi 1 million 700 ming so'm. Uning bank kartasidan har oy 200 ming so'm kredit to'lovi yechilyapti. U bank pensiyamni ushlab qoldi deb o'ylaydi. Aslida u avval kredit olgan va shartnomada avtomatik yechib olishga rozilik bergan bo'lishi mumkin. Bu holatda birinchi navbatda kredit shartnomasini ko'rish kerak. Agar rozilik bo'lsa, bank shartnoma asosida yechadi. Agar rozilik bo'lmasa yoki ortiqcha yechilgan bo'lsa, bankka ariza yoziladi, hisob-kitob talab qilinadi. Shuning uchun har bir pensioner kredit
mikroqarz yoki bo'lib to'lash shartnomasiga imzo qo'yishdan oldin pensiya kartamdan avtomatik yechib olinadimi deb albatta so'rash kerak. 5-misol. Rasul ota 9 yoshda. Telefon raqamini almashtirgan, lekin bankka xabar bermagan. Pensiya tushadi, ammo SMS eski raqamga ketadi. Rasul ota bankka borib, menga pensiya tushmadi deydi. Bank tekshirsa, pul hisobda turibdi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Shuning uchun telefon raqami almashsa, bankka pasport yoki ID karta bilan borib, raqamni yangilash kerak. Aks holda SMS tasdiqlash kodi, ilova xabarlari va ayrim xavfsizlik bildirishnomalari sizga kelmaydi. Agar siz pensiyangizni bank kartasiga muntazam olayotgan bo'lsangiz, karta o'zingizning nomingizda bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, telefon raqamingiz bankda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz har oy pulni bemalol yechayotgan bo'lsangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. Yangi tartib sizning pulingizni bekor qilmaydi, pensiyani to'xtatmaydi. Sizni avtomatik ravishda ro'yxatdan chiqarib yubormaydi. Asosiy talab ma'lumotlar to'g'ri bo'lsin, hujjatlar joyida bo'lsin, karta faol bo'lsin. Agar siz bank filialiga borib pensiyani naqd olayotgan bo'lsangiz va har safar shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan borayotgan bo'lsangiz, siz ham ortiqcha xavotir olmang. Faqat navbat bank ish vaqti. Bayram yoki dam olish kunlari sabab pul olish kuni silinishi mumkinligini hisobga oling. Masalan, pensiya to'lovi juma kuni tushsa, siz shanba kuni bank yopiq bo'lgani uchun dushanba kuni olishingiz mumkin. Bu pensiya yo'qoldi degani emas. Agar sizning nomingizga qonuniy ishonchnoma bor va muddati tugamagan bo'lsa, yaqinlaringiz siz uchun pensiyani olishda davom etishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati, unda aniq vakolat yozilgani, bank operatsiyalarini bajarish huquqi ko'rsatilgani muhim. Ba'zi ishonchnomalarda faqat umumiy vakolat bo'ladi. Ba'zilarida esa pensiya, bank hisob varag'i, karta, naqd pul olish masalasi aniq yoziladi. Bank amaliyotida aniq yozilgan ishonchnoma kamroq muammo tug'diradi. Karta muddati tugagan yoki tugash arafasida bo'lgan pensionerlar bankka borishi kerak. Karta yuzasida odatda oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 1024 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qiladi degani. Shu muddat tugagach, karta orqali to'lov qilish, bankomatdan pul yechish yoki ayrim xizmatlardan foydalanish to'xtashi mumkin. Yangi karta chiqarish bir necha daqiqa yoki bir necha kun olishi mumkin. Bank siyosatiga bog'liq. Shuning uchun pensiya tushadigan kunga yaqin qoldirmang. Pasporti yoki ID kartasi almashtirilgan pensionerlar ham bank ma'lumotlarini yangilash kerak. Masalan, eski pasport bilan karta ochilgan, keyin ID karta olingan. Bank bazasida eski hujjat ma'lumoti qolgan bo'lishi mumkin. Bu har doim ham muammo qilmaydi. Lekin ayrim operatsiyalarda shaxsni tasdiqlashda savol tug'ilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l bankka borib, yangi hujjat ma'lumotlarini bazaga kiritish. Telefon raqami o'zgargan bo'lsa, darhol bankka xabar berish kerak. Bugun bank xavfsizligi ko'p hollarda telefon raqamiga bog'langan. SMS kod, ilovaga kirish, karta bloklash operatsiya xabarnomasi barchasi telefon raqami orqali ishlaydi. Agar raqam boshqa odam qo'liga o'tib ketgan bo'lsa, bu moliyaviy xavf tug'diradi. Ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar ishonchnoma muddatini tekshirishi shart. Men tavsiya qilaman. Ishonchnomaning rasmiga telefoningizda ega bo'ling. Lekin bankka borganda asl nusxasini olib boring. Notarius muhr sanasi, vakolat matni va amal qilish muddati aniq bo'lsin. Agar ishonchnoma muddati 14 oktyabrdan keyin tugasa, oldindan yangilab qo'ygan ma'qul. Chunki pensiya kuni kelganda hujjat muddati tugaganini bilish juda noqulay. Birinchi nozik jihat pensionerning vafot etishi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasiga tushgan pulni qarindoshlar o'zicha yechib olmasligi kerak. Bu juda muhim. Vafotdan keyingi to'lovlar, meros, dafn puli yoki o'lmay qolgan pensiya masalalari alohida tartibda hal qilinadi. Agar qarindosh karta PIN kodini bilib pulni yechib olsa, keyin bu pulni qaytarish yoki huquqiy javobgarlik masalasi paydo bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l tegishli organlarga vafot haqida xabar berish. Pensiya jamg'armasi va bankdan qonuniy tartibni so'rash. Ikkinchi nozik jihat, pensioner chet elda bo'lsa, agar fuqaro uzoq muddat chet elda yashayotgan bo'lsa, pensiya olish tartibi, tiriklikni tasdiqlash, vakil orqali olish yoki bank kartasidan foydalanish masalalari alohida tekshirilishi kerak. Har bir vaziyat bir xil emas. Kimdir vaqtincha davolanishga ketgan bo'ladi, kimdir doimiy yashashga ketgan bo'ladi. Bunday holatda umumiy gap bilan cheklanmasdan
pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z holatingiz bo'yicha yozma tushuntirish oling. 3-nozik jihat bank komissiyasi. Pensiya ijtimoiy to'lov bo'lgani uchun uni olishda ortiqcha ushlab qolishlar bo'lmasligi kerak. Lekin bank kartasi bilan bog'liq ayrim xizmatlar, masalan SMS xabarnoma, boshqa bankomatidan naqd yechish, karta almashtirish, xalqaro karta xizmatlari bo'yicha komissiya bo'lishi mumkin. Pensioner buni pensiya kamaydi deb o'ylamasligi uchun bank tariflarini so'rashi kerak. Agar siz o'z bankingiz bankomatidan yetsangiz komissiya bo'lmasligi mumkin. Boshqa bankomatidan yetsangiz komissiya chiqishi mumkin. Masalan 1 million so'm yechdingiz, 20% komissiya bo'lsa 1 ming so'm ushlanadi. Bu pensiya kamaygani emas, bankomat xizmat haqi bo'lishi mumkin. Lekin buni bank aniq tushuntirishi shart. 4-nozik jihat karta bloklanishi. Karta 3 marta noto'g'ri pin kiritilgani shubhali operatsiya. Yo'qotilgan karta bo'yicha ariza yoki bank xavfsizlik tizimi sabab bloklanishi mumkin. Karta bloklansa pensiya yo'qolmaydi. Pul hisob varaqda qoladi. Siz bankka borib blok sababini aniqlaysiz, kerak bo'lsa yangi karta olasiz. Bu jarayonda hech qachon telefonda qo'ng'iroq qilgan noma'lum odamga karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod yoki pin kodni aytmang. Bank xodimi hech qachon sizdan pin kod so'ramaydi. 5-nozik jihat qarz va ijro hujjatlari. Agar pensionerning aliment, kredit, kommunal qarz yoki sud qarori bo'yicha majburiy to'lov bo'lsa, ayrim holatlarda pensiyadan qonuniy tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunda ham hamma pensiya olib qo'yilishi mumkin degani emas. Qancha foiz ushlanishi, qaysi asosda ushlanishi, ijro hujjati bormi? Barchasi tekshiriladi. Agar siz pensiyangizdan qutilmagan summa yechilganini ko'rsangiz, birinchi qadam bankdan ko'chirma olish. Ikkinchi qadam yechim asosini so'rash. Uchinchi qadam, agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosidan ma'lumot olish. Shunchaki og'zaki bank olib qo'ydi, deyish bilan masala yechilmaydi. Endi men sizga aniq amal harakatlar tartibini aytaman. Birinchi qadam, bank kartangizni qo'lingizga olib amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin 2 oy ichida tugasa, bankka boring. Yoningizda pasport yoki ID karta bo'lsin. Agar imkon bo'lsa, pensiya tushadigan kundan oldin boring. Chunki to'lov kuni banklarda navbat ko'payadi. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Bank SMSlari qaysi raqamga keladi? Bu raqam o'zingizdami? U hali ham ishlayaptimi? Agar raqam farzandingizda bo'lsa, buni o'ylab ko'ring. Ba'zi pensionerlar texnik jihatdan qiynalgani uchun farzandining raqamini ulab qo'yadi. Bu oilada ishonch bo'lsa ishlashi mumkin. Lekin huquqiy va moliyaviy nazorat nuqtai nazaridan pensionerning o'zi yoki ishonchli qonuniy vakil raqami bo'lgani ma'qul. 3-qadam bankdan hisobvaraq ko'chirmasini olishni o'rganing. Bu juda foydali odat. Har oy pensiya tushganda qancha tushdi, qachon tushdi, qayerga sarflandi, qancha naqd yechildi, barchasi ko'chirmada ko'rinadi. Agar siz ilovadan foydalana olmasangiz, bank filialidan so'rashingiz mumkin. Agar farzandingiz yordam bersa, bu sizga faqat umumiy gap emas, ko'chirma asosida tushuntirsin. 4-qadam, ishonchnoma bo'lsa, uni tekshiring. Unda kim vakil, kim nomidan, qaysi muddatga, qaysi huquqlar bilan harakat qilishi yozilgan bo'lishi kerak. Pensiya olish, bank hisob varag'idan pul olish, bank kartasi bo'yicha operatsiyalarni bajarish kabi vakolatlar aniq ko'rsatilsa yaxshi. Agar ishonchnoma tushunarsiz bo'lsa, notariusdan yoki bankdan oldindan maslahat oling. 5-qadam, bankka murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada ism familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotlari, telefon raqamingiz, muammo mazmuni, masalan, pensiya to'lovi kartamga tushmagan, karta bloklangan, mendan asossiz komissiya ushlangan, ishonchnoma bo'yicha pul berish rad etildi deb aniq yozing. Arizaning kirim raqamini oling, shunda murojaatingiz nazoratga tushadi. 6-qadam, pensiya jamg'armasi bilan bank vazifasini adashtirmang. Bank pulni beradi, karta va hisobni yuritadi. Pensiya miqdorini hisoblash, tayinlash, qayta hisoblash, ish staji, ustama, nafaqa huquqi kabi masalalar esa pensiya jamg'armasi vakolatiga kiradi. Agar pul umuman kelmagan bo'lsa, avval bankdan hisobga tushgan-tushmaganini tekshiring. Agar bank bizga mablag' kelmagan desa, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bank mablag' kelgan, hisobda turibdi desa, muammo bank kartasi yoki hisob operatsiyasida bo'lishi mumkin. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
Yangi tartib chiqqan paytda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun SMS kodini ayting. 4 oktyabrdan karta almashtirish majburiy, men bankdanman. Pensiyani ko'paytirib beramiz. Ariza to'ldirib beramiz. Karta raqamingizni yuboring deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon SMS kod, PIN kod, karta orqa tarafidagi kod, bank ilovasi parolini aytmang. Bankka kerak bo'lsa, o'zingiz rasmiy filialga boring yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Odatda bankka borganda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar karta almashtirilsa, eski karta ham kerak bo'lishi mumkin. Agar vakil bo'lsa, vakilning shaxsini tasdiqlovchi hujjati va notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar vasiylik yoki homiylik bo'yicha masala bo'lsa, tegishli qaror yoki hujjatlar talab qilinadi. Agar pensionerning sog'ligi sabab alohida xizmat kerak bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Lekin bu holat bank va xizmat turiga qarab farq qiladi. Ariza yozishda juda murakkab so'zlar shart emas. Oddiy va aniq yozing. Men falonchi pensiya to'lovim bo'yicha quyidagi masalani ko'rib chiqishingizni so'rayman. 4 oktyabrdan keyin pensiya mablag'imni olishda muammo yuzaga keldi. Hisob varag'imga mablag' tushgan-tushmaganini, karta holatini va to'lovni olish tartibini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shundan keyin sana imzo, telefon raqam, muhimi ariza nusxasi yoki kirim raqami sizda bo'lsin. Xulosa qilib aytsam, 4 oktyabrdan banklar tomonidan pensiya berish tartibidagi asosiy e'tibor shaffoflik, shaxsni aniqlash, karta va hisob raqamini to'g'ri yuritish, ishonchnoma va vakillikni qonuniy tekshirishga qaratilgan. Bu tartib pensionerning pulini himoya qilish kerak. Lekin tartib to'g'ri ishlashi uchun pensionerning ham o'zi ham, uning yaqinlari ham befarq bo'lmasligi kerak. Karta muddatini tekshiring, telefon raqamini yangilang, hujjatlarni tartibga keltiring. Begona odamga karta ma'lumotlarini bermang. Muammo bo'lsa yozma murojaat qiling. Eng muhimi, pensiya sizning qonuniy daromadingiz. Uni olishda siz tushunarli izoh talab qilishga, hisob varaq ko'chirmasini so'rashga, asossiz ushlab qolishlar bo'yicha e'tiroz bildirishga haqlisiz. Bank ham, boshqa tashkilot ham pensionerga qo'pol muomala qilmasligi, uni ortiqcha sarson qilmasligi va qonuniy huquqlarni tushuntirish kerak. Sizning hududingizda pensiya berish tartibida qanday o'zgarish bo'ldi? Bankda navbat bormi? Karta bilan muammo bo'ldimi? Ishonchnoma masalasida savol tug'ildimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa uyda yosh katta pensioneri bor oilalarga bu ma'lumot juda kerak. Like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, bank kartalari va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.